mana shu she'riyatimizda albatta Navoiyga yetadigani yo'q. U g'azallar sultoni. Ruboiylar sultoni Boburga yetadigani yo'q. O'ylaysizda, o'zingizni hayotingiz uchun emas, siz tanimagan, bilmagan o'zgalar hayoti uchun jon kuydirasizda, asablaringizni buzasiz, salomatligingizni yo'qotasiz. U insonlarda ayb yo'q. Biz bu kasbni o'zimiz tanlaganmiz. Fidoyi bo'lib ishlayapmiz. Ular bizni majbur qilayotgan-yo, doktor bo'l, boshqa bo'l deb. Biz o'zimiz shuni tanlaganmiz, shuni yo'lida mana umrimizni sarflab, men masalan mustaqil shifokor bo'lib ishlaganimga mana 40 yil bo'ldi-da. Shunda doim Erkin Vohidovni she'ri yodimga tushib, nima qilaman-da, aytishni yaxshi ko'raman. Asablar, asablar, asablar. Sababsiz sochilgan g'azablar, gunohsiz chekilgan azoblar, ko'z yoshlar bariga sabablar. Asablar, asablar, asablar. Asablar kimlarni qulatmas? Asablar uyquni yo'latmas. Ko'ngilni quvonchga to'latmas. Odamzod temirmas, po'latmas. Asablar kimlarni qulatmas? Asabga yo'l bermang odamlar, g'azabga yo'l qo'ymang odamlar. Bu umr shunchalar qisqadir, shuni ham qilmaymiz biz qadr. Asabga yo'l bermang odamlar. Bravo, rahmat. Молодец. Молодец. Rahmat opa, sog' bo'ling. Rahmat, rahmat.